Bugungi mavzu juda muhim. Yangi qoidalar sabab ayrim pensionerlar o'z pensiyasini vaqtida ola olmay qolishi, ayrim holatlarda esa to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun emas. Sizni oldindan ogohlantirish uchun aytyapman. Chunki ko'pchilik oddiy bir hujjatni vaqtida topshirmagani, yashash manzili o'zgargani bildirmagani yoki bank kartasi bo'yicha tekshiruvdan o'tmagani sabab o'ziga tegishli pulni kechikib oladi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga bevosita tegishli. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men hozir kimlar xavotir olishi kerak, kimlarga hech narsa bo'lmasligi kerak va qanday qilib muammoning oldini olish mumkinligini batafsil tushuntirib beraman. Avval pensiya olish jarayoni ko'pchilik uchun ancha sodda ko'rinardi. Pensiya tayinlangan. Har oy bank kartasiga yoki pochta orqali keladi. Pensioner esa faqat pulni olib turadi. Lekin amalda davlat idoralari pensionerning tirikligi, yashash joyi, ishga kirgan-kirmagani, chet elga ketgan-ketmagani, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqi saqlanib qolmagani doim tekshiradi. Endi elektron bazalar kuchaygani sari bu tekshiruvlar yanada aniqroq bo'lib boryapti. Bu yerda asosiy o'zgarish shuki, endi ayrim holatlar keyin bilib olamiz deb qoldirilmaydi. Ma'lumot bazada ko'rinsa, pensiya bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Bu barcha pensionerlarga taqiqlanadi deganda odamlar ko'pincha noto'g'ri tushunadi. Gap pensiya olishning o'zi taqiqlanayotgani haqida emas. Gap ayrim harakatlar, ya'ni ma'lumotni yashirish, noto'g'ri hujjat berish, o'zgarishni vaqtida bildirmaslik, boshqa odamning pensiyasini noqonuniy olish, chet elda doimiy yashab turib belgilangan tasdiqlash tartibidan o'tmaslik kabi holatlar haqida ketmoqda. Mana shular pensioner uchun eng xavfli joylar. Chunki bunday vaziyatda pensiya vaqtincha to'xtatilishi, ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinishi yoki hujjatlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men oddiy qilib aytaman. Agar siz pensiyani qonuniy olsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz, bank ma'lumotlaringiz, oilaviy holatingiz va boshqa kerakli ma'lumotlar o'z vaqtida yangilangan bo'lsa, qo'rqadigan joy yo'q. Lekin men bilmasdim. Farzandim qilib beradi deb o'ylagandim. Mahallaga aytganman, yetarli bo'lsa kerak. Kartani nevaram ishlatyapti. Farqi yo'q. degan gaplar keyin muammo tug'dirishi mumkin. Endi kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini bir-bir tushuntiraman. Birinchi guruh yashash manzilini o'zgartirgan pensionerlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi, lekin 2 yildan beri Samarqanddagi farzandnikida yashayapti. Pensiya eski manzil bo'yicha rasmiylashtirilgan, bank kartasi ham eski ma'lumot bilan yuribdi. Agar tekshiruv paytida pensionerning yashash joyi bo'yicha aniqlik kerak bo'lsa, hujjatlarda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Bu darhol pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin sizdan tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Agar siz vaqtida javob bermasangiz, to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Ko'p oilalarda shunday holat bor. Ota yoki ona pensiya oladi, keyin farzandlari yoniga Rossiya, Qozog'istonga, Turkiyaga yoki boshqa davlatga ketadi. Pensiya esa O'zbekistondagi kartaga tushaveradi. Bunda eng muhim narsa shuki, pensioner o'zining huquqini tasdiqlash tartibiga rioya qilishi kerak. Agar shaxs uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim hollarda uning tirikligi, shaxsiy ma'lumotlari, yashash holati tasdiqlanishi talab qilinadi. Masalan, 72 yoshli pensioner chet elda o'g'lining uyida yashaydi. Kartasi esa O'zbekistonda qolgan va har oy kelini bankomatdan pul yechadi. Agar keyinroq ma'lumotlar tekshirilsa, savol tug'iladi. Pensiyani haqiqatan pensioner olganmi? U buni bilganmi? Vakolatnoma bormi? U tirikligi tasdiqlanganmi? Shuning uchun chet elga chiqqan pensioner kartam ishlayapti, demak hammasi joyida deb o'ylamasligi kerak. Uchinchi guruh bank kartasini boshqa odamga berib qo'ygan pensionerlar. Men ko'p ko'rgan holat. Pensioner o'zim yura olmayman. Kartamni o'g'limga berdim. Pin kod ham unda deydi. Oilada ishonch bo'lishi mumkin. Bu tushunarli. Lekin qonuniy tomondan pensiya shaxsning o'ziga tegishli mablag'. Agar boshqa odam pulni yechib olsa, pensioner esa bundan bexabar bo'lsa yoki keyin nizo chiqsa, bank ham, pensiya organ ham hujjat so'raydi. To'g'ri yo'l nima? Ishonchli vakil orqali rasmiy ishonchnoma qilish, bankda vakolatli foydalanish tartibini aniqlashtirish, kerak bo'lsa ijtimoiy xodim yoki mahalla orqali yordam olish. Oila-ku degan gap huquqiy muammoda doim ham yetarli bo'lmaydi. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar.
Bu yerda muddat masalasi juda muhim. Ayrim nogironlik holatlari muddatsiz belgilanadi. Ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy ko'rikdan qayta o'tish kerak bo'lsa va odam vaqtida bormasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Masalan, iki guruh nogironligi 1 yilga belgilangan fuqaro bor. U har oy 20 milyon 200 ming so'm pensiya oladi. Muddat iyun oyida tugagan, lekin u o'zi cho'zilsa kerak deb yuraverdi. Iyulda pul tushmadi. Sababi hujjat bazada yangilanmagan. Keyin u shifokorga boradi, tibbiy komissiyadan o'tadi, hujjat tiklanadi, lekin bu jarayon vaqt oladi. Demak, bu yerda asosiy xato pul tushmagandan keyin yugurish emas, muddat tugashidan oldin harakat qilmaslikdir. 5-guruh. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu turdagi pensiyada yosh. O'qish, oilaviy holat kabi shartlar katta ahamiyatga ega. Masalan, farzand 15 yoshga to'lganidan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, huquq davom etishi mumkin. Lekin o'qish haqida ma'lumot, talabalik guvohnomasi yoki tegishli tasdiq bo'lmasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. Yana bir misol, 19 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Lekin u o'qishni sirtqi shaklga o'tkazdi yoki o'qishdan chetlatildi. Buni yashirib pul olishni davom ettirish mumkin emas. Keyinchalik bazada aniqlansa, ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinadi. Agar bu summa 6 oyda 7 million so'm bo'lsa, oilaga og'ir yuk bo'ladi. 6-guruh ishlashni boshlagan pensionerlar. O'zbekistonda yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki maxsus imtiyozlar shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner rasmiy ishga kiradi, lekin pensiya bo'limiga yoki tegishli idoraga bu haqda ma'lumot bermaydi. Elektron baza orqali ish haqi ko'ringanda savol tug'iladi. Bunda pensiyaning asosiy qismi emas, balki ayrim qo'shimcha to'lovlar qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun ishlasam pensiyamni butunlay olib qo'yishadi deb qo'rqish ham noto'g'ri. Hech kim bilmaydi deb yashirish ham noto'g'ri. To'g'ri yo'l ishga kirganda shartnomani, buyruqni, stil yoki mehnat ma'lumotlarini tartibga keltirish va pensiya organidan o'z holatingiz bo'yicha aniq javob olish. 7-guruh vafot etgan pensionerning pensiyasini olishda davom etayotgan qarindoshlar. Bu eng jiddiy masala. Ba'zan oila a'zolari dafn marosimiga xarajat bo'ldi. Kartada pul bor ekan, ishlatdik deb o'ylaydi. Lekin pensioner vafot etgandan keyin uning nomiga tushgan pul bo'yicha aniq tartib bor. Qaysi oy uchun to'lov tegishli? Qaysi summa qaytarilishi kerak? Dafn puli yoki boshqa kompensatsiya bormi? Bularni pensiya organi bilan aniqlashtirish zarur. Agar vafotdan keyin bir necha oy davomida karta orqali pul yechilgan bo'lsa, bu noqonuniy o'zlashtirish sifatida baholanishi mumkin. Masalan, pensioner yanvarda vafot etgan, lekin kartadan fevral, mart, aprel oylarida jami 4 milyon 500 ming so'm yechilgan. Keyin baza yangilansa, davlat bu summani qaytarishni talab qiladi. Bu masalada biz bilmagandik degan bahona ko'p hollarda yordam bermaydi. Endi istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtatilishi har doim pensiyadan mahrum bo'lish degani emas. Ba'zan to'lov aniqlik kiritilgunga qadar ushlab turiladi. Masalan, bank hisob raqamida muammo bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa yoki pasport yangilangan bo'lsa, pensiya vaqtincha tushmay qolishi mumkin. Odamlar darhol pensiyamni olib qo'yishdi deb vahimaga tushadi. Aslida esa masala texnik yoki hujjat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Elektron bazadagi xato ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pensionerning ismida bitta harf noto'g'ri yozilgan. Tug'ilgan sanasi eski hujjatda boshqacha, pasport yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Shunda bank to'lovni qaytarishi yoki pensiya organi qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda ayb pensionerda bo'lmasligi mumkin, lekin baribir hujjatni to'g'rilashga vaqt ketadi. Shu sabab men doim pensionerlarga aytaman. Pasport yoki ID kartaga yangilansa, bankka ham, pensiya bo'limiga ham ma'lumotni yangilatib qo'ying. Bu ish 10 daqiqa ko'rinadi, lekin qilinmasa bir oylik pensiya kechikishi mumkin. 3-nozik jihat ishonchnoma masalasi. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, qishloqdan tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, uning o'rniga qarindoshi ish yuritishi mumkin. Lekin bu og'zaki ruxsat bilan emas, rasmiy ishonchnoma bilan bo'lgani ma'qul. Ishonchnomada kimga, qaysi muddatga, qaysi harakatlarni bajarish huquqi berilayotgani aniq yozilishi kerak. Masalan, faqat hujjat topshirish huquqimi, pensiya pulini olish huquqimi, bank hisobini boshqarish huquqimi, bular farq qiladi.
Noto'g'ri tuzilgan ishonchnoma sabab bank pul bermasligi yoki idora hujjatni qabul qilmasligi mumkin. 4-nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya. Ayrim pensionerlar davlat o'zi to'ladi. Demak, men aybdor emasman deb o'ylaydi. Lekin agar to'lov noto'g'ri ma'lumot, yashirilgan holat yoki vaqtida bildirilmagan, o'zgarish sabab ortiqcha amalga oshirilgan bo'lsa, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin hujjat yangilanmagan bo'lsa-yu, texnik sabab bilan yana 2 oy pul tushgan bo'lsa, keyin bu summa qarz sifatida chiqarilishi mumkin. Yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba o'qishdan chiqqan, lekin bu haqda xabar bermagan bo'lsa, ortiqcha olingan oylar hisoblanadi. Shuning uchun pul tushgani har doim hammasi qonuniy degani emas. Pulning asosi ham qonuniy bo'lishi kerak. 5-nozik jihat qo'shimcha ustamalar va imtiyozlar. Ba'zi pensionerlar asosiy pensiyadan tashqari kompensatsiya ustasima, parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy to'lov olishi mumkin. Ularning shartlari alohida bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashovchi pensionerga yordam turi belgilangan bo'lsa, keyin u farzandlari bilan yashashni boshlasa, bu holat to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Yoki parvarishga muhtoj shaxsga qarovchi odam rasmiy ishga kirsa, ayrim to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shu sabab faqat men pensionerman degan umumiy holat yetarli emas. Aynan qaysi turdagi to'lov olayotganingizni bilishingiz kerak. 6-nozik jihat. Pensioner nomidan kredit, qarz yoki majburiy ushlab qolishlar. Ba'zan pensiya kartasiga pul tushadi, lekin bank qarzdorlik, aliment sud qarori yoki boshqa ijro hujjati sabab ma'lum qismini ushlab qoladi. Pensioner esa pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Bunday holatda pensiya organi emas, bank yoki majburiy ijro byurosi bilan aniqlashtirish kerak bo'ladi. Masalan, pensioner kafillik bergan, qarzdor qarzni to'lamagan, sud qarori chiqqan. Natijada pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolinadi. Bu yangi qoida bilan pensiya taqiqlangani emas, balki mavjud majburiyat bajarilayotgani bo'lishi mumkin. Lekin ushlab qolish miqdori ham qonuniy chegaradan oshmasligi kerak. Shuning uchun hujjatlarni ko'rmasdan xulosa qilish yaramaydi. Endi men eng muhim qismiga, ya'ni nima qilish kerakligiga o'taman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, telefon raqami. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa, agar o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma tayyor turish kerak. Bu hujjatlar uyda tartib bilan bitta papkada tursa, muammo chiqqanda bir kunda hal bo'ladi. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, odam avval qog'oz qidiradi, keyin navbat kutadi, keyin yana bitta ma'lumot yetishmay qoladi. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovi qayerdan va qanday kelayotganini aniqlang. Bank kartasigami, pochta orqalimi, ishonchli vakil oladimi, naqd shakldami? Agar bank kartasi muddat tugayotgan bo'lsa, oldindan bankka boring. Kartaning muddati tugab, pensiya qaytib ketishini kutmang. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdagi SMS xabarnoma va shaxsiy ma'lumotlarni yangilang. Ko'p pensionerlar telefon raqamini farzandining nomiga olib qo'yadi, keyin bank tasdiq kodi kelmaydi va ilova ishlamaydi, pul harakati ko'rinmaydi. Bu mayda narsa emas, bu pulingizni nazorat qilish vositasi. 3-qadam, yashash joyingiz o'zgarsa, buni rasmiylashtiring. Agar vaqtincha boshqa viloyatda yashayotgan bo'lsangiz, mahalla migratsiya yoki tegishli idoralardan o'z holatingiz bo'yicha maslahat oling. Doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat va amalda yashash joyi bir-biridan farq qilishi mumkin. Pensiya masalasida esa idoralar hujjatdagi ma'lumotga qaraydi. Shuning uchun hamma biladi, men shu yerda yashayman degan gap yetmaydi. Hujjatda ko'rinishi kerak. 4-qadam, chet elga ketayotgan bo'lsangiz, ketishdan oldin pensiya bo'limidan tartibni so'rang. Qancha muddatga ketayotganingizni. Pensiya kartasi kimda bo'lishini, pulni kim ishlatishini, ishonchnoma kerak emasligini aniqlang. Agar pensionerning o'zi chet elda bo'lsa, tiriklikni tasdiqlash yoki konsullik orqali hujjat olish zarur bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda eng oddiy maslahatni beraman. Ketishdan oldin bitta yozma ro'yxat qiling. Unda pensiya bo'limi, manzili, telefon raqami, bank nomi, karta muddati, ishonchli vakilning ism, familiyasi va hujjat raqami yozilsin. Keyin muammo chiqsa, qarindoshlar nima qilishni biladi. 5-qadam, nogironlik muddati bo'lsa, kalendarga belgilab qo'ying. Tibbiy komissiyadan qayta o'tish sanasini 1 oy oldin eslatma qilib yozing. Agar pensionerning o'zi telefon ishlatmasa, farzandi yoki yaqin qarindoshi eslatma qo'ysin. Komissiyaga borish uchun tibbiy kartalar, oldingi xulosalar,
Shifokor ko'rsatmalari, davolanganlik haqidagi hujjatlar tayyor bo'lsin. Ertaga boraman deb cho'zish ko'pincha to'lov kechikishiga olib keladi. Ayniqsa dori-darmon xarajati ko'p bo'lgan oilalarda bir oylik kechikish ham katta muammo bo'ladi. 6-qadam, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish hujjatini vaqtida yangilang. Farzand 12 yoshdan oshgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda talabaning ism, familiyasi, kursi, ta'lim shakli, o'qish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar akademik ta'til olsa, o'qishdan chetlatilsa yoki ta'lim shakli o'zgarsa, buni yashirmang. Chunki bugun ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Yashirilgan ma'lumot keyin qarz bo'lib qaytadi. 7-qadam, agar pensiya tushmasa, darhol 3 joydan tekshiring. Avval bankdan so'rang, karta ishlayaptimi? Hisob bloklanmaganmi? Pul kelib qaytmaganmi? Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. To'lov jo'natilganmi? Hujjat bo'yicha to'xtatish bormi? Qayta hisoblash ketyaptimi? 3-navbatda, agar sud qarori yoki qarzdorlik bo'lishi mumkin bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan aniqlashtiring. Ko'pchilik birinchi kundanoq noto'g'ri idoraga borib vaqt yo'qotadi. Siz esa savolni aniq bering. Mening pensiya to'lovim qaysi sabab bilan tushmadi? To'lov yuborilganmi yoki to'xtatilganmi? Agar to'xtatilgan bo'lsa, qaysi hujjat kerak? 8-qadam, murojaatni og'zaki emas, yozma qiling. Pensiya bo'limiga borganingizda ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammo aniq ko'rsatiladi. Masalan, 2025 yil mart oyi uchun pensiya to'lovim bank kartamga kelmadi. To'lovning kelmaslik sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va zarur bo'lsa qayta hisob kitob qilishni so'rayman. Mana shunday oddiy ariza ham ishni ancha tartibga soladi. Arizaning nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Bu keyin sizning dalilingiz bo'ladi. 9-qadam, ortiqcha to'lov bo'yicha xat kelsa, darhol imzo qo'yib yubormang, avval hisob kitobni ko'ring. Qaysi oylar uchun qaysi asosda qancha summa ortiqcha deb topilganini so'rang. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lsa, uni qaytarish tartibini kelishish mumkin. Agar xato bo'lsa, e'tiroz yozing, hujjatlarni ilova qiling. Masalan, siz o'qishdan chetlatilmagan bo'lsangiz, talabalik ma'lumotnomasini bering. Nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, tibbiy xulosani ko'rsating. Chet elda bo'lganingizda huquqingiz saqlangan bo'lsa, tegishli tasdiqni ilova qiling. Dalilsiz bahs yutmaydi. Hujjat bilan esa masala aniq ko'riladi. 10-qadam, qarindoshlar pensioner nomidan pul olayotgan bo'lsa, hammasini rasmiy qiling. Ayniqsa pensioner yosh katta, ko'z yaxshi ko'rmaydi, imzo qo'yishda qiynaladi yoki yura olmaydi. Notarial ishonchnoma, bankdagi vakolat, tibbiy ma'lumot, mahalla tasdig'i, bular vaziyatga qarab kerak bo'lishi mumkin. Men oilalarga shuni aytaman. Ota-onamizning pensiyasini ularga yordam berish uchun ishlatyapmiz desangiz, buni hujjat bilan tartibga soling. Keyin aka-uka, opa-singil o'rtasida nizo chiqsa yoki tekshiruv bo'lsa, hamma narsa ochiq bo'ladi. Demak, yangi tartiblar pensionerlarni qo'rqitish uchun emas, pensiya pullari qonuniy, manzilli va to'g'ri odamga yetib borishini ta'minlash uchun kuchaytirilmoqda. Lekin oddiy xatolar sabab pensioner aziyat chekib qolmasligi kerak. Eng xavfli holatlar manzilni yangilamaslik, chet elga ketib tasdiqlash tartibini bilmaslik, kartani boshqa odamga berib qo'yish, nogironlik muddatini o'tkazib yuborish, o'qish yoki ish holatini yashirish, vafot etgan odam nomidan pul yechishda davom etish. Bularni vaqtida tartibga solsangiz, pensiya bo'yicha katta muammolarning oldini olasiz. Men sizdan iltimos qilaman. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni bir ko'zdan kechiring. Karta muddati, pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, nogironlik yoki o'qish hujjati joyidami? Tekshiring. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday muammo ko'p uchrayapti? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi yoki yaqinlari pensioner bo'lgan odamlarga yuboring.